Ushbu loyiha Biznesni rivojlantirish banki hamkorligida Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Jilva MFI 187-konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda tarvuz ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 420 metr, bo'yiga 280 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqib, gullash davriga kelgan holatda. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 76 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 13 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Bo'yda Gold 2022 MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha gektardan 30 tonna, jami 300 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.